Mana shularning hammasini kompleks qilsa va shularning hammasini bitta tizimga solsa, bunga albatta bir qaysidir inson omilini ishtirokchisiz ham bu o'zini-o'zi jarayon ketaversa, lekin baribir offline ta'limni to'laqonli yo'qib ketish ehtimoli juda kam deb o'ylayman. Bu meni shaxsiy fikrim. Tajribali, eng zo'r, kuchli, mutaxassis, javob beradigan va natija qila oladigan ustoz bo'lish kerak. Bu bir. Chunki to'g'ri, qaysidir ma'noda ilmsiz bo'lgandirmiz. Balkim misol uchun mendan kuchli yoki mendan kuchsizi bor demoqchi emasman. Kuchli servisga ega bo'lgan juda ko'p kompaniyalar bor deb o'ylayman. Nomini ham aytmayman-ku. Misol uchun shunaqangi bir kitoblar chiqqan. Mana shu kitobni ol, diski bor. Misol uchun. Ana shu qaysi bo'lim oldin bunaqa narsa yo'q. Hozir misol uchun qayerda deylik, axlat qilib oldim. Demak, bu sotuvda ekan deymiz yoki bu HRda ekan deymiz. HR o'zini ishini qiladi yoki bu marketing bo'limida. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun demak loyihasining ikkinchi soni. Hammaga tanish bo'lgan, lekin juda ham kam gapiradigan sohaga bugun qo'l urganmiz. Bugungi sonimizda Unique Academy asoschisi Ochilbek aka bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ochilbek aka, salomatmisiz? Sizlar yaxshimi? Siz yaxshimi? Sizlar yaxshimi? Siz ham kayfiyatingiz yaxshimi? Rahmat sekin. Bizga vaqt ajratgan uchun xursandmiz. Katagina rahmat sizlarga. Bu suhbat boshlashdan oldin bitta narsani aytib o'tishim kerak. Bizni diqqatimizni tortgan narsa birinchi nima bo'ldi? Mana ko'p o'quv markazlarida ko'ramiz. Hammasi shahar markaziga o'quv markazi ochishga zo'r lokatsiya tanlashga harakat qiladi. Nimaga siz aynan tumanlarga o'tib ketgansiz? Shu bizning eng birinchi qiziqtirgan savol bo'ldi. Yo'q, endi bir aynan bir konkretniy sir yo'q. Endi bu ham bir qanaqadir strategik pozitsiyamiz. Endi bu masala endi gapiradigan bo'lsam juda ham ko'p gapirishga to'g'ri keladi. Shuning uchun agar imkon bo'lsa xonaga kirsak, bemalol bafurja qanaqa savollar bo'lsa, xudo xolasa o'tirib gaplashamiz. O'tirib bemalol gaplashamiz. Bo'ladimi? Ha, zo'r bo'lasiz aka. Ochilbek aka, suhbatni davom ettiramiz. Shu birinchi bergan savolimiz uchun juda ham qiziq. Nimaga aynan ham o'quv markazlar shaharning markaziga zo'r lokatsiyalar tanlayotgan paytda siz tumanlarga qarab yurish qilgansiz? Hozir mana tushunishim bo'yicha 3 ta filialingiz bor. Andijon shahrida, Xo'jobodda, Jalaqo'da tumanida. Endi hamma kompaniyani o'ziga yarasha biznes strategiyalari bor. Biz ham endi o'zimizning pozitsiyamiz shu rayonlarda. Birinchi o'zi asosiy sabab maqsad endi bozorda o'rganganimizda baribir Andijon shahrida o'quv markazi ko'p. Top of mind insonlarda shu ongida 1, 2, 3 ta turadigan o'quv markazi brendlari bor. Bu birinchisi, ikkinchisi baribir shaharga ham qaysidir ma'noda tadqiqot o'tkazganimizda aksariyat talabalar rayonlardan kelib borib o'rganayotgan holatlarni qanchadir foizini ko'rsatishda shu rayondan borganligini ko'rganmiz. Keyinchalik o'yladik, baribir rayonlarda ham qaysidir ma'noda tizimlashgan shu yaxshi brend, ishonchli birorta bir ta'lim muassasasini tashkil qilsak-da, u ham bir qanaqadir bizning pozitsiyamiz bo'ladi degan umumiy strategiyamiz shu. Asosan tashqari shahar ichiga kirmasdan tashqi rayonlar bilan kelajakda ham xudo xolasa boshqa viloyatlarda ham albatta shu tumanlar bilan ketish niyat bor. Ya'ni tanlagan pozitsiyalar shu hozir. Ha, shunaqa. Shuning uchun tumanlarga ochgansizlar. Mana hozir e'tibor beryapmiz. Bo'lib ham Andijon viloyatida deymizmi, bitta yoki zichli joylashganimizga deymizmi? Bitta biznes boshlansa qator oshib ketib qoladi. Ya'ni o'quv markazlari ham hozir juda ko'p deb o'ylayman. Juda ham ko'p. Shuni qancha real natija qila olyapti? Endi o'quv markaz juda ko'p ochilyapti. Bo'lib ham aynan shu 1-2 yil ichida juda ham ko'p. Hattoki mana bir Xo'jobod filialimiz 4 yildan beri faoliyat ko'rsatayotgan bo'lsa, shu atrofimizga juda ko'p brend o'quv markazlari kelgan. Qaysidir 5 oy, qaysidir 3 oy, qaysidir 1 yil, qaysidir 8 oy, qaysidir qanchadir muddat, lekin hozirgacha faoliyat ko'rsatayotganlar ham bor qanchadir miqdorda. Umumiy ochilayotgani ham ko'p, yopilayotgani ham ko'p. Endi qaysidir tizimlashgan, o'zini qanaqadir nishasini topib olgan, o'zini aniq produktiga ega, qaysidir bir sohada o'zini kuchli deb his qilgan o'quv markazlar hozirda faoliyat ko'rsatib kelyapti. O'z umuman biznesda meni fikrimcha bu, men shaxsiy fikrim, endi umumiy fikr deb ayta olmayman.
aksariyat statistika dunyoda, misol uchun kompaniyalar ochilgan kompaniyalarda o'rtacha 1 yil ichida 95% dan 97%gacha yopilib ketish ehtimoli katta. Endi kimdir biznes tushunmasdan kirishi mumkin, kimdir trend bo'lishi mumkin. Misol uchun hamma o'quv markazi ochyapti. Men ham shu ikkita ustoz bilan gaplashib, o'quv markazi qilsam yurib ketadi deb o'ylaydi. Endi albatta buni ham o'ziga yarasha qanaqadir ilmini olish kerak. Misol uchun umuman bu biznesda shunday kelib, nima deydi, bironta joydan narsani olib, ustiga qanchadir ustupga qo'yib sotish avval bo'lgan bo'lishi mumkin, chunki avval bozor kechirgan. Chunki bozor bo'sh bo'lgan. Bozor bo'sh bo'lgan va yurgan. Ya'ni qanchadir qo'pol bo'lmasa ham sal xato bilan ham bozor kechirgan, yashab ketadi. Endi buni bu yoqqa bozor kechirish ehtimoli pasayib boradi. Kuchli brendi bor, kuchli tajribasi borlar bozorda dollar rinkasini katta ushlashib olyapti. Aha. O'zini produktasi, o'zini deylik, nishasi bo'yicha deylik insonlarning o'sha mijozlar top of mindga kirgan brendlarimiz bor. Endi to'g'ri, hozir ham misol uchun qanchadir miqdorda bozor bo'sh, chunki talab katta, bizda tug'ilish juda ham ko'p. Va bugungi kunda rayonlarda statistika qilib olib borganimizda o'rtacha nechta maktab o'quvchilari bitiryapti, nechtasi 9-sinfdan 10-sinfga ko'chyapti, nechtasi 10-sinfdan 11-sinfga ko'chyapti va bularda qancha miqdori aynan ingliz tili yoki kimyo yoki qaysidir fan yoki qaysidir sohaga. Bularga o'rganib chiqishimiz natijasida hozirgi ochilayotgan o'quv markazlar deyarli misol uchun agar xato qilmasa yashash ehtimoli baland. Shunaqalari ham borki, hattoki Faridov o'zi bir qanaqadir repetitorlik sohasida ishlaydi. Deylik, IELTSdan, Seferdan tayyorgarlik kursdan yoki bo'lmasa qaysidir fandan repetitorlik qiladi. Qaysidir o'quv markazida ishlaydi, qaysidir o'quv markazida da tajriba orttiradi va u yerda ilm oladi. Va keyinchalik uni xayolida xuddiki, men shuncha talabani o'qityapman, demak menda shuncha mijoz bor. Demak men ham misol uchun o'quv markazi ochsam, ertaga yurib ketishi bor degan nazariya shakllanadi va ko'p repetitorlar mana shu yo'lga kiradi. To'g'ri, har qanday o'z biznes, har qanday soha, o'quv markazi sohamiz, hamma soha boshida yuradi. Boshi 5 oy, 6 oy, 1 yil yaxshi yuradi. Chunki yangi nom, startap bo'ladi. Qanaqadir haligi egasini ham energiyasi, moshni bo'ladi, qanaqadir motivatsiya bo'ladi. Mancha daromad qilaman ekan oyiga, mancha pul topaman ekan. Soqqakash bo'lib ketaman, u bo'laman, ma'mul qilaman, men bilan shartnoma qilaman. Mana ishlarni qilaman, maktablar bilan zo'r qilaman, u bilan deb turib, xullas bir normal energiya bilan kiradi, u haqiqatan 5-6. Endi undan keyin sekin o'zi utechga chiqishni boshlaydi. HRda, moliyada, sotuvda, marketingda. Marketing endi kirib kelyapti. O'quv markaziga ham. Sababi nima? Sababi o'sha. Bozor bo'sh bo'lgan. Raqobat kam bo'lgan. Kim eshigini ochib yura olgan. Da, kim eshigini ochib yura olgan. Hozir bu yerda bitta zo'r naqa kelib qoldi. O'zim reklama sohasi bo'lgani uchun, marketing sohasi bo'lgani uchun ko'p ko'zim tushib qoladi. Endi tabiiyki, qaysi sohada bo'lsangiz kuzatasiz endi baribir. Kuzatib ketasan, shunaqa reklama bannerlariga ko'zim tushib qoladi yoki Instagramdan targetdan chiqib qoladi. 3 oyda 7,5 oling, 2 oyda nima deydi, qaysi darajaga erishing degan anaqa takliflar juda ko'p. To'g'ri. Men o'zim aynan ingliz tili bo'yicha muammoim bor. Unaqa yaxshi darajada o'rgana olmaganman. Men uchun qiyin tuyulgan. Balki kimgadir osondir, lekin shaxsiy fikrim bo'yicha 2 oyda qiyin. Iloji yo'q narsa bo'lsa kerak. Yo'q, 2 oyda qanday qilib unaqa taklif berishadi? 3 oyda mumkinmi o'zi bu? Endi meni fikrimcha, bu ham mening shaxsiy fikrim, qaysidir o'quv markaz, qaysidir umuman shu ta'lim sohasi bo'yicha xususiy sektorda ish faoliyat olib borayotgan biznes egalari qanaqadir bir mijozlar o'ziga jalb qilish uchun, qanaqadir mijozlar oqimini shakllantirish uchun insonlarda qanaqadir bir kreativ huquqlar bilan, kreativ sarlavhalar bilan chiqyapti. Shu 2 oyda biz ingliz tilini bulbuldek yorib tashlaysiz, 3 oyda 7,5 oylik olasiz, 6 oyda bemalol
o'qituvchilik qila olasiz degan ularni ko'ramiz. Lekin aslida bu narsa imkonsiz narsa. Chunki buni ham o'ziga yarasha strategiyasi bor, plani bor, rejasi bor, o'quv dasturi bor. Bitta bola umumiy hamma bola har xil. Chunki har xil oilada, har xil muhitda katta bo'lgandan keyin uni olishi ham, uni mas'uliyati ham, uni qabul qilishi ham hammada har xil kechadi. Kimdir haqiqatda 1,5 yilda misol uchun yaxshi natija qilishi mumkin. Kimdir haqiqatda 10 oyda natija qilishi mumkin. Kimdir 2 yillab yurib ham natija qila olmaydi. Даже 3 yillab o'qib natija qilmaydiganlar. Bu umumiy olib qaraganda baribir savodxonlik daraja, ya'ni oilani savodxonlik darajasidan kelib chiqib, ana shu farzand qancha miqdorda olib qolishi. Da, u dunyo qarashi shunga shakllantiradi. O'shuning uchun 3 oy, 2 oy bular menimcha hammasi o'sha qanchadir miqdorda mijozlarni jalb qilib olish maqsadida qilingan deb o'ylayman. Sababi nomini ham aytmayman-u. Misol uchun shunaqangi bir kitoblar chiqqan. Mana shu kitobni ol, diski bor. Misol uchun bu juda trendga chiqdi-ku. 6 oyda cho'tka bo'lasan dedi-ku shular. Endi uxlayapman. Kechayapti yo'q, ko'rinish yo'q. Nimaga sababda? O'sha mijozlar oldi buni. Haqiqatda ishlatib ko'rdi, hech narsa bo'lmadi, hech narsaga erishmadi. Va bu endi sekin aslida uxlayapti. Buni talabalar, o'quvchilar, ota-onalar tushunyaptimi? Yo hali ham o'sha marketingni nima desa ekan buni? Ilmoqlariga tushib qolyaptimi? Endi qaysidir ma'noda marketingda nayranglarga tushib qolyapti desak bo'ladi. Umuman bizning sohada emas, boshqa sohada ham. Misol uchun qanaqadir giyohlardan, nimalardandir tayyorlanadigan, qanaqadir brendga asoslangan qanchadir millionli dorilar bor, mazlar bor, nimalardir bor. Qarochi tuzalasan deyapti. Ya, u imkonsiz narsa-da bu narsa. Chunki misol uchun aynan bir qaysidir kompaniya aytmayman, misol uchun batlarni bilamiz. Reaktivniy dabavkalar. Shular nima bo'lib chiqdi? Nima deb chiqdi? Ich tuzalasan deyapti-da. Sahrimiz ham bo'ldi, seni sahrni yo'q qilib yuboramiz deyapti-da. U imkoni yo'q narsa-da, u bat bilan bitta kasallikni davolab olish imkonsiz narsa-da. Qaysidir ma'noda shu kasallikgacha bo'lgan davrda profilaktika sifatida yordam berish mumkin. Lekin davolamaydi. Davolamaydi. Lekin qisqa muddatda 3 ta. Qisqa muddatda xalqni qaysidir ma'noda normal shilib tashladi. Xuddi shuni singari menimcha siz aytgan narsa shu 2 oyda falon qilib yuboraman, 3 oyda boshingni har kun Amerikada o'qiyapsan deganda 3 kunda boy qilib tashlayman dedi-ku. Xuddi shuni singari bularning ham maqsadi qanchadir fursatda, qanchadir oz miqdorda soqqa ishlab olay degan maqsad bo'lsa kerak deb o'ylayman. Endi baribir xalqimiz to'g'risi qaysidir ma'noda savod yoki savodli, savodsiz yoki o'rta haligi nima deydi, ilmga ega bo'lgan aholilar bularga endi afsuski ishonib qolyapti. Va natijada yutkazib qo'yapti. Natijada birinchidan farzandini vaqtidan yutkazib qo'yapti, ikkinchidan puliga yutkazyapti. Uchinchidan effekt ko'rmayapti. Va natijada effekt beradigan, tizimlashgan, sifati yuqori, ishonchga kirgan, haqiqiy nima deydi, o'qitaman, ilm beraman deganlar ham buni hisobiga yomon bo'lib qolayotgan bo'lishi mumkin. Qaysidir Ochilbek aka, shu o'rinda pedagog sifatida, shu o'quv markazining biznes egasi sifatida bir tavsiyalar berib kelsangiz xursand bo'lasiz. Ya'ni ota-onalar, talabalar aynan qanaqadir kursga borishdan oldin, qanaqadir kitob sotib olishdan oldin aynan qanaqa savollarga javob topish kerak, keyin borish kerak u joyga. Misol uchun deylik, kelajakda aynan deylik diplomat bo'lmoqchi yoki iqtisodchi bo'lmoqchi yoki moliyachi bo'lmoqchi yoki deylik marketolog bo'lmoqchi. Yoki O'zbekistonda misol uchun eng zo'r rob bo'lmoqchi. Misol uchun aynan o'sha o'zi kim bo'lmoqchi bo'lgan degan savolga o'zida meni fikrim, shaxsiy fikrim, o'sha savolga javob topish kerak talab. Va eng achinarli narsa aynan shu talabalar shu savolga javob topa olmayapti hozir. Bu qayerdan? Uydagi muhitdanmi yoki tashqi ta'sir? Juda katta tashqi ta'sir omili bu birinchi o'rinda turadi. Birinchidan ota-ona
aytishi mumkin, yo'q, sen doktor bo'lmaysan, deylik, sen Qo'shnimiz bolasi mana qo'ygan. mana bu qo'shnimizni bolasi deylik, normalniy banker, sen ham o'qi, mana zo'r pul topadi, mana bunaqa deyish mumkin. Yoki seni opol degan, men ham biz doktor bo'lib kelganmiz, ana sen ham doktor bo'lishing kerak. U balkim uni qobiliyati boshqa sohada bo'lishi mumkin. Buni nima o'quvchi o'zi bilishi kerak. Ya'ni kelajakda men qaysi sohada soatlab qanchadir vaqt chegarasiz ham ishlashga roziman degan savolga javob berish kerak. Yoki bo'lsam men qaysi sohada kamroq daromad topsam ham ishlashga roziman degan savol tug'ilishi. Ana shunda unda qobiliyat shakllanadi. Ana undan keyin soha, qaysi soha, misol chilangarmi, deylik, buxgalter bo'lmoqchimi. Aniq savolga javob bergandan keyin ana u endi uni keyin birlamchi, ikkilamchi, uchlamchi, misol uchun buni jamiyatga qancha darajada foydasi bor, buni daromad olib keladimi o'zi bu soha kelajakda. Daromad ham muhim hisoblanadi-yu. Ikkinchidan misol uchun deylik, buni insonlarga qanaqa ta'siri bor, nimasi bor. Ertaga men oxiratimga qanaqa plus minuslari bor. Ana ular hisob kitob qilgandan keyin ana shu sohaga ketadigan fanlar qaysilar? Qaysi fanlarni boshlang'ich o'zlashtirishim kerak? Startap qaysi kitoblarda o'qishim kerak? Qayerga borishim kerak? Qanday qilib o'zlashtirishim kerak? Qanday qilib ustoz tanlashim kerak bu sohada? Bu ikkinchi masala bo'ladi. Biz birinchi o'zi asosida o'quvchilarni miyasida, ongida sen zo'r inson bo'lish uchun обязательно tadbirkor bo'lishing kerak degani emas. Zo'r haligi nima deydi, moliyaviy erkinlikka erishishing uchun albatta banker bo'lishing shart emas degan. Bu inson bilish kerak. Men shunchaki o'qituvchi bo'lib ham zo'r moliyaviy erkinlikka erishaman deganlar. Chunki borda shunaqa o'qituvchilar. Bor, bizda o'qiydi, ishlaydigani bor. O tashqarida ko'ramiz, tanishlarda bor. Sizlarda o'qituvchilar ancha-muncha o'sha moliyachilardan zo'r pul topadigan o'qituvchilar. Bo'lmasa qancha topishadi o'qituvchilaringiz? O'qituvchilar endi har xil, misol uchun topadigani bor, misol uchun ko'tarilib chiqib ketadi, misol uchun stajyor o'qituvchilarimiz bor, support, ya'ni o'qituvchilarimizga assistent, yordamchi o'qituvchilarimiz bor. Ular 4 milliondan chiqib ketishi mumkin. O'rtacha 20 milliongacha daromad topadigan o'qituvchilarimiz bor oyiga. Yaxshi. Agar o'qituvchi demak, xususiy o'quv markazida ishlasa, ya'ni bu menimcha faqat sizda emas, boshqa yaxshi o'quv markazlarida ishlasa, shu atrofida oladi. Summa oladi. Topsa bo'ladi. Faqat o'qituvchini qaysidir kriteriyalarga javob berish kerak. Misol uchun o'qituvchi hamma o'qituvchi emas. Обязательно misol uchun qaysidir ma'noda pedagogik mahorati bo'lish kerak. Uning uchun albatta kamida bakalavr yoki magistr darajadagi bilim bo'lish kerak. Juda ko'pchilik ta'lim xususiy sektorlar IELTS bor 7.5, ну shu deyapti-da. IELTS bor, bilimi bor, patologiyagacha. Uni yetkazib berish qanaqa degan narsa ham bor-ku. O'shanaqa qaysidir ma'noda xalqaro toifadagi sertifikatlari bor, qanaqadir ilmiy maqolalar qilgan, qanaqadir o'zini shaxsiy brendiga ega, misol uchun o'quv markazida ishlashdan tashqari, misol uchun bu shu Faxriddin aka degan domla bor-ku, palon degan. Shunga o'xshagan shaxsiy brendini shakllantiradigan ustozlar. Menimcha undan ko'p oladigani ham bo'lishi mumkin Andijon viloyatida. Men eshitganman 27 million, 30 million topadigan o'qituvchilarni eshitgan. Zo'r. Ya'ni full time emas, 8 dan qanaqadir 6-8 gacha emas. Gruppasiga qarab. Da, misol uchun bir kunda 4 soat, 5 soat, balkim 6 soat. Lekin bor. Demak, bu sohada agar pedagog bo'lib ketsa, o'zini ko'rsata olsa, tinmay o'zini ustida ishlasa, demak, Topsa bo'ladi. yaxshi finansiy erkinlikka erishish mumkin bo'ladi. Albatta misol uchun shunaqangi top darajadagi menejerlar bor, shunaqangi sohani esini egasi, zo'r mutaxassis o'qituvchi deymizmi, doktor deymizmi, misol uchun chotkilari bor. Bunday aytganda O'zbekistonda o'rtacha, kichik, o'rta biznesmen, tadbirkorlardan normal soha qiladiganlar bor. O'zi menejer yoki qaysidir sohada deylik kardiologdir, balki onkologdir. Yoki qaysidir soha o'qituvchidir. Yoki menejerdir, sotuvda, yoki marketologdir. Demak, u обязательно tadbirkor bo'lish kerak degan. Mening shaxsiy fikrim shu. Mening shaxsiy fikrim albatta tadbirkor bo'lish kerak degan. Nima ish qilsa ham shu ishda zo'r bo'lish kerak. Chunki tadbirkorlikda ham o'ziga yarasha qanaqadir qobiliyat, ilm bo'lish kerak-da. Endi uni ham nima deydi?
Men ham zo'r haligi operatsiya qiladigan xirurg bo'lmayman-da men. Men xohlasam ham bo'la olmasam kerak deb o'ylayman. Chunki bunga nisbatan menda qobiliyat yo'q-da. Chunki men ukoldan qo'rqaman birinchidan. Mana bu misol uchun основание. Ikkinchidan deylik qonni bir haligi nimadir qilsa, haligi ichim achishadi. Rahmim keladigan, unaga nima deydi? Misol uchun oddiy hayvonlarga nima qilsa ham, faqat bir rahmdilroq. Umuman psixologiyani tushunmayman, temperamentim shunaqa. Menimcha u bitta insonni kesib, yo'q qilish u sizniki emas. Tasavvurotimga ham sig'maydi. Xuddi shuni singari, bizda aksiyada bir tadbirkor bo'lish yoki bu meni shaxsiy fikrim. Gap sifatdami, halollikdami o'quv markazlari bozorida? Ikkalasida ham deb o'ylayman. Yoki va'dani ustidan chiqishdami? Birinchi o'rinda va'dani ustidan chiqish. Chunki o'quv markazi o'zi nima asosida qurilgan? Ya'ni mijozlarni ehtiyojini qanday qilib qondiradi? Misol uchun Unik akademiya IELTS va TOEFLga tayyorlaydigan o'quv markazi. Ya'ni bu yerga o'quvchilar, talabalar sertifikat olish uchun keladi. Kimdirgadir TOEFLda B2 kifoya, kimgadir qanaqadir 7+ IELTS qilmoqchidir, kimdir C1 qilmoqchi, kimdir yana boshqa xalqaro toifadagi sertifikat ko'tarmoqchi. Maqsad shu bo'lib keladi-da. Va o'quv markazida ham asosiy nimasi ana shu B2 deb olib beraman deb va'da beryaptimi yoki shu C1 yoki IELTS qaysidir darajani beraman. O'sha va'daning ustidan chiqish kerak. Menimcha eng muhim o'ylovchi narsa bu natija. Natija, to'g'ri. Endi savol mana Unik akademiyada necha foiz o'quvchi shu maqsadiga erishib ketyapti? Ochiqcha javob bering. Ochiqcha javob beraman. 24-yilda ko'rsatish juda past bo'lgan. Retention ham past bo'lgan. Chunki to'g'ri qaysidir ma'noda ilmsiz bo'lgandirmiz, balkim HR sohasida, ya'ni jamoada barqarorlik past bo'lgan bo'lishi mumkin. Qaysidir ma'noda kirib chiqish, kirdi chiqdilar ko'p bo'lgan hol. Hozir unaqa narsa yo'q. Lekin o'sha vaqtda o'zida retention past bo'lgan. Ya'ni o'quvchilarda retention degani takroriy sotuv qilib olganlar. Misol uchun bugun siz o'qidingiz, keyingi oyga ham o'qiyapsiz, keyingi oyga ham o'qiydiganlar. Misol uchun o'rtacha 15-20 ta bola bilan ochilgan bo'lsa, o'rtacha 3, 4, 5, 6 oy ichida 50% bola ketavergan. 10ni qoplanavergan, ketavergan. 10ni qoplanadi, ketavergan. Umumiy hisobda boshida beginnerda kelgan bola 50% deylik oxirigacha borgan. Va undan ham 40% deylik maqsadga erishallagan. Yo'q, 40% nima deydi? Imtihonga nima qilgan? Ekzamenga registratsiyadan o'tgan. Ana shundan deylik o'rtacha 60% natija qilishgan. Hozir qanday? Hozir 75-80%. O'rtacha bitiruvchilarda, misol uchun, deylik qisqa qilib tushuntiradigan 10 tadan 8 tasi o'rtacha o'zi xohlagan sertifikatni olyapti. Endi misol uchun kimgadir B2 sertifikat kifoya-da. U 7-8 qilishni kerak yo'q, chunki u institutga kirmoqchi va institutga ingliz tilida maksimal ballda imtiyozini qo'lga kiritmoqchi. Bunga B2 yetadi. Demak, ularni ham natija deb hisoblaganimizda 80% o'rtacha 75 dan 80% gacha qilishyapti. Xo'p, zo'r natija haqida gapirdingiz, raqamlar haqida ketayotgan bo'lsa, boshqa o'quv markazlarida ham menimcha bu muammolar bor. Ya'ni taxminan bor, hammada bo'laveradi. Ya'ni qayta sotuvga kelganda, keyingi o'qish kerak bo'lganda, yoki keyingi levelga o'tish kerak bo'lganda, o'sha ko'p bolalar fikridan qaytib qoladi, ota-onasi qaytib qoladi. Siz aytyapsiz, mana 80% gacha ko'tardik bu yaxshi natija. Agar 1 yil ichida olib qaraydigan bo'lsak, 2024 dan mana 2026 ga o'tsa почти keyin. Shu vaqt ichida nima sabab bo'ldi, siz qaror qildingiz? Shu natijaga chiqib ketdingiz. Menimcha bu boshqa o'quv markazlariga ham eng kerak narsalardan bittasi kerak. Aynan nima qaroringiz? Birinchi ishladi deydi-ku. Jamoat tizimlashdi. Tizimlash. Ya'ni kim qayerda o'tiradi va nima vazifa bilan shug'ullanadi, bu aniq qilib ko'rsatadi. Oldin bunaqa emas edi. Bitta odam 10 xil narsani bajarib ketavergan. Ustoz to'lov bilan ham ishlavergan. Hamma Batman bo'lgan. Hamma Superman bo'lgan xullas. U raskulach o'tib ketgan keyin. O'shuni hisobiga ham bizda analitik ishlamagan. Data analitika yo'q bo'lgan. O'zi ana shu yerda nechta bitirdi? Nechtasi oldi sertifikatni? Olmaganlar qayerda? Ular ishlayaptimi? Hozir yana qaytib kelib davom ettiryaptimi?
yoki bo'ldi hafsalasini solib yotibdimi uyda aza tutib bolishdi miyasini anavi qilib. Mana shu analitika bo'lmagan. Birinchi biz tizimlashtirdik. Ya'ni jamoani har bitta bo'lim, har bitta mutaxassis, har bitta menejer, har bitta ustoz qayerda va nima vazifa bajarish kerak. Aniq lavozim vazifa ishlab chiqildi. Va bu sekin astalik bilan tizimlashtirildi. Ya'ni bu mensiz ham ishlayveradigan holatga keltirildi. Misol uchun o'quv bo'limi tashkil qilindi. Ya'ni o'quv strukturasi bilan ishlaydi. Audit bo'limi tashkil qilindi. Ya'ni ta'limni sifatini monitoring qilib, tahlil qilib, aynan bitta guruh qanaqa foizda o'zlashtirish ketyapti va nima sababdan bunaqa holat. Buni tahlil qilib beradi. Va o'quv bo'limiga tashlaydi. Xullas, bo'limlar o'rtasida konflikt interesi paydo bo'ldi. Ya'ni bu narsani shakllantira oldik deb o'ylayman. Ya'ni konflikt interesi bitta bo'lim ikkinchi bo'limga utechka tashab, yama utechkani deydigan bo'ldi. Ya'ni umumiy haligi santexniklarda ana unday quvurda haligi qilsa bor. Qaydadir axlat tiqilib oldim, bo'ldi-da. Ana shu qaysi bo'lim oldin bunaqa narsa yo'q. Hozir masalan qayerda deylik, axlat tiqilib oldim. Ha, demak bu sotuvda ekan deymiz yoki bu HRda ekan deymiz. HR o'zini ishini qiladi yoki bu marketing bo'limida yoki bu sotuv. Xuddi shuna qilib birinchi tizimlashtirib oldik. Keyin maoshlar, ustozlarga maoshlar, menejerlarga maoshlar berilishdi. Odamlar boshqaruvda bir qancha o'zgartirishlar kiritildi. KPI shunga o'xshagan narsalar qilindi. Va umumiy olib qaraganda rag'batlantirish tizimi, motivatsiya, demotivatsiya tizimi xodimlar o'rtasida ishlab chiqildi. Va bu sekinlik bilan amaliyotga qo'llanib borildi va yil davomida sekin asta joy-joyiga keldi. Aytishga 2 yil oson, lekin buni mehnatni o'zingiz bilasiz. U hammaga misol uchun birdaniga zo'r bo'lib qolganga o'xshab ko'rinadi. Bu meni fikrim, lekin baribir har kuni yoki har oyda qanchadir foizdan kichik o'zgarish qilganmiz-da. Ana shu kichik o'zgarish to'planib qanchadir yilda katta o'zgarish natija qiladi-da. Misol uchun deylik, ertalabdan kechgacha dangasa nima deydi, fast food yeb, televizorda ko'rib, bekor yotgan insonni tasavvur qilsak, birdaniga shunaqa bo'lib qolmagan-da. U vaqtlar davomida shu joyga yetib kelgan. Shu joyga yetib kelgan. Ashulbek aka, to'g'ri aytdingiz. Ko'p kuzatayotganim, ko'p o'quv markazlarida marketing zo'r bo'lyapti, ochig'ini aytish kerak u narsani. Lekin tizim yo'q kuzatmoqchi. Ya'ni tizimlashmagan, shu yerda shunaqa xulosa bo'lib qolyaptiki, sifatdan ko'ra, tizimdan ko'ra marketing ustunmi degan xulosaga borib qolyapmiz bu yerda. Nima qilish kerak u? Marketing yaxshi, endi tizimlashtirish uchun nima qilish kerak? Ular qayerda parallel olib ketish kerak deb o'ylayman. Sababi marketing juda muhim. Chunki biznesning asosi marketing. Chunki qanday qilib bozor tadqiqot, bozorda kim o'rganadi? Ya'ni bu yerda shuni xulosa qilsa bo'ladi, bilimdan ham ustun bo'lib ketyapti marketing hozir. Hozir marketing deganda juda ko'p aholi, juda ko'p hozirgi insoniyat, ya'ni biz O'zbekistondagi reklamani marketing deb tushunishadi. Misol uchun Instagramga qanaqadir narsani qo'yib, bizda mana bu narsa bor, mana shuni marketing deb o'ylayman. Yo'q, marketing o'zi umuman biznesda marketing nima desa, o'zi biznesning miyasida u. Bunday olib qaraganda bozorda kim o'rganadi marketing? Bozorda haligi topishi, ratsenkasi qancha, uni marketing o'rganadi. Raqobat, ya'ni bozorda qancha foiz ulushdi, qaysi raqobatda qancha foiz, qaysi raqobatda qancha foiz deb bu yerga kirsa bo'ladimi, kirsa bo'lmaydi. Marketing, narx, ya'ni o'sha hududda, ya'ni narx insonlar qancha ko'taradi yoki ko'tarmaydi. Marketing u bitta asos hisoblanadi. Keng qamrovli soha bu. Keng qamrovli narsa. Endi bu ichidagi reklamalar, qandaydir postlar, bu qaysidir raqamli marketingdagi chast qismida endi misol uchun qanchadir endi siz o'zingiz bu narsani sohani yaxshi tushunasiz. Menimcha parallel ketish kerak. Endi birinchi o'rinda meni tushunish saviyam bo'yicha, shaxsiy fikrim, bu yana haligi nima deydi, bu aqlli gaplar gapiryapti, o'zi kimsan deyish mumkin. Haqiqatan men hech kim emasman. Meni fikrim, produktni zo'r qilish kerak birinchi. Bu tasavvur qiling, mana shu telefonni sotyapsiz. Siz mana shu cho'tka qilishingiz kerak-da. Xuddi shuni singari o'quv markazida ham nima sotyapsiz? Bilim sotyapsiz. IELTS seferga tayyorlaydigan bilim sotyapsizmi? Ha, yoki bo'lmasam kim biologiyaga milliy sertifikatga tayyorlaydigan bilim. Bo'l. Ana shuni cho'tka qilib olish kerak-da.
Buni cho'tki qilish uchun nima qilish kerak? Tajribali, eng zo'r, kuchli, mutaxassis, javob beradigan va natija qila oladigan ustoz bo'lish kerak. Bu bir. Ikkinchisi, unga sharoit bo'lish kerak. Ikki. Uchinchi, uni nazorat komplekslari bo'lish kerak. Unga endi bog'langan juda ko'p, integratsiya qilingan juda ko'p narsalar bor. Ana shuni qilib, demak, haqiqatdan misol uchun farzandim men shunga bersam, haqiqatdan shu muddatda mana shu milliy sertifikatni oladi, haqiqatdan oldira oladi. Demak, bu produkt bo'limi, ya'ni zo'r. Ya'ni ishlab chiqarilayotgan yoki bo'lmasam bizni sohamizda o'quv bo'limi deylik, haqiqatdan shu narsani beradi. Demak, natija beradi. Demak, buni tayyor. Ana undan keyin sotuv bo'limi. Chunki marketing bo'limi zo'r bo'lgan bilan mijozlarga bizda zo'r kurslar bor. Biz mamlaqa tizimlashganmiz. Bizni servis cho'tki qilingan. Biz ustozlarimiz tajribali, ayolsi mamlaqa degan deb jar solsa-yu va odamlar kelsa-yu uni sotuv bo'limi sotmasa, bu ham ishlamaydigan instrument hisoblanadi. Produktingiz ming zo'r bo'lgan taqdirda o'rtada sotuv bo'limi. To'g'ri ma'lumot bera olmasa, to'g'ri prezentatsiya qila olmasa, produkt haqida bo'ldi, tamom, uni o'sha yerda o'zida sinadi. Ana undan keyin marketing deb o'ylayman. Mana shularning hammasini kompleks qilsa va shularning hammasini bitta tizimga solsa, bunga albatta bir qaysidir inson omilini ishtirokchisiz ham bu o'zidan o'zi jarayon ketaversa, menimcha shu tizim deb shunaqa deb tushunaman. To'g'ri. Hozir reklama berishyapti-da, reallik boshqa, reklama berilayotgan narsa boshqa. Boshda aytganimizdek 2 oyda, 3 oyda faloncha olib ketasan degan va'dalari bor katta. Borgandan keyin umuman boshqa narsa. Demak, bu yerda aldovga o'xshagan narsa bo'lib qolyapti. Ha, aldov. Chunki bu vaqtincha. Baribir insonlar qachondir buni biladi. Misol uchun deylik, ana shu yerda reklamadagi narsani ololmagandan keyin odamlar baribir buni biladi olmaydi. Misol uchun bozordan men bu olma zo'r, ol, cho'tki yesang maza qilasan deb beryapti-da, 1 kilo uyga olma olib boryapsiz-da, yarmi chirigan bo'lib chiqyapti-da. Aldab sizga sotyapti-da. Uni keyingi safar u yerdan olma olmaysiz-da. Xuddi shunaqa umuman olma, undan olmaganlar kelib olaveradi. Lekin qachondir bu narsa tugadi. Qachondir insonlar buni anglab yetadi, to'xta, bu aldayotgan, bu fake bu hammasi firibgarlar yoki boshqa narsa. Endi misol uchun aynan men bu mana unda xuddi shunaqa narsa deb o'ylayman. Lekin umumiy ma'noda tushuntiryapman. Shunaqa reklamalar, shunaqangi bir postlarni oxiri baribir qachondir o'qiladi deb o'ylayman men tushunishim bo'yicha. Bu dakansa ketadi deb o'ylayman. Chunki u aldov. Bu aldovda bu. To'g'ri. Demak, shunaqa xulosa qilsak bo'ladimi? Marketing bilimni yopib qo'ymaslik kerak. Birinchi o'rinda marketing to'liq olishlash uchun siz aytgandek o'quv markazida birinchi tizimlashtirish kerak. O'quv bo'limini, o'quv sifatini nazoratini oshirish kerak. Bir nechta narsalarni yo'lga qo'ygandan keyin marketing ishlaydi. Xuddi shunaqa. To'g'ri, bizda ham shunaqa oliy muammo bor. Men o'zimiz ham reklama sohasida ishlaganimiz uchun chunki tadbirkor bilan gaplashamiz. Haqiqatda produkti zo'r, bunday qarasangiz. Reklama qilsa arzigulik narsa yotib qolmaydigan, lekin sotuv bo'limi yo'q. Sotuv bo'limini qurishda ham balki xohlamaydimi yoki xarajat deb o'yladim sotuv bo'limi qurishni. Hozirgacha shunaqa muammoga ko'p duch kelyapmiz. Menimcha bu faqat bizda emas, demak, bu hammada bo'layotgan muammo ekan, sotuv bo'limi qurmasligi. O'zi sotuv bo'limini o'quv markazlar qurish uchun qayergadir borish kerakmi, qayerdir ilm olish kerakmi, kimga murojaat qilasiz? Siz qayerdan o'rgangansiz? Endi to'g'ri, bizda ham ustozlarimiz bor. Birinchidan bozorni kechirganligi deb tushunaman men. Va ikkinchidan men shuncha yildan beri zo'r bo'lib kelyapmanmi? Bo'ldi, tamom, menga vaqti aql o'rgatma. Bundan keyin ham cho'tki bo'ladi degan nazariya bor-da, xuddi shunaqa. Haligi bitta akamiz bilan gaplashib qo'yganimizda shu to'yxona masalasi bo'yicha to'yxonani ham marketingi bor deb tushuntirib mana shu haqida gaplashganimizda, yo'q, men 20 yildan beri hech narsa bo'lmayapman-ku, bundan keyin ham ketaveradi degan nazariya bo'lgan. Vaholanki, misol uchun ertaga boshqa to'yxonalar ochilib ketsa, unga ham qanchadir miqdorda klientlar kelish pasayishi mumkin. Ya'ni bunday aytganda, qachon aql kiradi, qachon boshimiz taqillab tekkanda keladi. Sotuv juda ham muhim, bu juda katta bir alohida bir tema bu. Sotuv bo'limi haqida
bilmayman bir oylab gapirsa bo'ladigan narsa u. O'zbekistonda juda ko'p sotuv bo'yicha nimalarimiz, ustozlar bor. Toshkentda, boshqa yerda boramiz. Nomlari ham, misol uchun siz ham tanigan juda ko'p ustozlar bor. Xudo xolasa ularning ilmini olib, kam bo'lmayapmiz va hozirgi kun bergan instrumentlarni qo'llayapmiz, amalda tatbiq qilyapmiz va bu ishlayapti. Agar qiziqmasangiz, shu aynan sotuv bo'limini rivojlantirish bo'yicha o'zingizni hamkasblaringizga, ya'ni o'quv markazi bor soha vakillariga kimlarni tavsiya qilasiz? Albatta shularni o'qish kerak. Aynan sotuv bo'limi qurish bo'yicha. Birinchi tavsiya qiladiganim sotuv bo'limini qurish bo'yicha birinchi YouTube'da, Google'da juda ko'p materiallar bor, bepul materiallar bor. Birinchi sal bo'lsa ham ozgina boshlang'ich bazaga ega bo'lish uchun shu bepul materiallarni o'qib, o'rganib, kitob bor sotuvga o'xshab, sotuv psixologiyasi, omma psixologiyasi, ta'sir psixologiyasi, shunga o'xshagan juda ko'p kitoblar bor. Sotuvga oid juda ko'p kitoblar bor. O'shalarni o'qib yoki YouTube'larda qanaqadir mashhur o'sha sotuv bo'yicha juda kuchli mutaxassislar bor. Ana shularni misol uchun video darsliklari bor, kontentlari bor, katta foydali materiallar. Bularni ko'rsa misol uchun juda ham misol uchun foydaga erishadi. Ana undan keyin misol uchun agar u startaper bo'lsa, yangi biznesga endi kirayotgan bo'lsa, unda katta resurs bo'lmaydi. Bu bir. Ikkinchidan vaqt, arzon emas, mehr, pul, hamma tomonlama resurs kamroq bo'ladi startaperda. Endi bilmadim, endi dadasi yoki kimdir kattakon bo'lsa, unga qanchadir bir vложение qilsa, uni bilmadim. Lekin boshlang'ich startaper, yosh tadbirkorlar. Meni shaxsiy tavsiyam, tajribamdan kelib chiqqan tavsiyam bu. Misol uchun Ibrohim Gulyanov degan u biznes coach, umumiy ofshi. Va uning ichida sotuv bo'yicha qanaqadir bilimlar berib o'tadi. Ya'ni startaper uchun juda ham yaxshi effekt. Ana undan keyin misol uchun sekin biznes qanchadir miqdorda qurib, boshida haligi biznes egasi ham operatsionkada, ham sotuvda, ham marketingda, ham moliyada, ham kassada o'tirgan, kerak bo'lsa bir akşamchilarga tozalamam ketgan. Qarashgan qilib qo'yadi. Ba'zida haligi o'qituvchi kelmay qolsa darsdan o'tib qoladi. Akalar bugun kelmadi, men o'zim chiroyli qilib tutadi. Ular shunaqa bo'ladigan paytda, misol uchun boshlang'ich biznes coachlar bor. Ana undan keyin sekin asta aynan o'sha alohida sohani egalaridan o'qigan yaxshi. Misol uchun Islombek Ibragimov bor. Aynan sotuv bo'yicha. Juda sotuv bo'yicha kuchli. Hindistonda o'qigan, o'zimiz ham o'qiganmiz, juda ham kuchli bilimga ega bo'lgan ustoz hisoblanadi. Alisher Isayev bor, Factor bor. U yoqqa ketaveradi. Ketaveradi. Zo'r. Ochilbek aka, men o'zingiz bitta mavzuda ochib qoldingiz hozir. YouTube dedingiz, qanaqadir video darsliklar haqida gapirdingiz. Endi savol. Mana hozir shunaqa asrda yashayapmiz. Raqamli texnologiyalar shunaqangi rivojlanib ketdiki, o'zimiz sohadan olib qarasak, masalan, sun'iy intellektlar bizni qandaydir ma'noda qanchadir ishimizni osonlashtirib yubordi. Agar shu ketishsa kelsa, yaqin 2 yilga ham bormasa kerak, menimcha juda ko'p soha vakillarini ishini olib qo'yishni boshlaydi. Bu ancha katta kutilayotgan narsa. Mana 2 yil oldin sun'iy intellekt haqida tasavvur qilib bo'lmasdi, lekin hozir 2 yilga ham bormasa kerak. Bundan bu yoqqa, masalan, grafik dizaynerlar bo'lishi mumkin, content creatorlar bo'lishi mumkin, umuman strategiya bo'yicha ishlaydigan odamlar bo'lishi mumkin. Darja hozir mana o'zingiz ham ko'rayotgan bo'lsangiz kerak. Video syomkani ham, montajni ham hamma narsasini o'zi qanchadir qismini tayyorlab beryapti sun'iy intellektlar. Yoki xuddi shunga o'xshagan YouTube'ga kirsa qandaydir darsliklar bor. Albatta uni ko'rish uchun, bilish uchun, o'rganish uchun o'quv markazlariga yoki qayerdadir ustoz shogird bo'lish shart emas. Ochig'i. Sizlarda ham shunaqa holat, shunaqa xavf bormi? O'zi xavfmi bu agar YouTube'da qanaqadir platformalar imенно o'quv kurslari bo'yicha rivojlanib ketib qolsa, bu Unique Academy uchun xavfli imkoniyatmi? Qaysidir ma'noda imkoniyat, qaysidir ma'noda xavf. Chunki aksariyat hozirgi katta brend, ya'ni tanilgan o'quv markazlari gibrid ta'limda o'qitishadi, ham onlayn, ham offlayn ta'lim o'qitishadi. U sekin meni fikrimcha balkim onlayn nimaga o'tib ketadi. Chunki bu sun'iy intellekt shunaqangi narsa deb o'ylaymanki, undan foydalansangiz, to'g'ri foydalana olsangiz, yaxshi bir imkoniyat bu. Agar bundan foydalanmasangiz, bu menimcha katta yo'qotish bo'ladi deb o'ylayman.
Men shunaqa deb tasavvur qilaman. O'shuning uchun onlayn ta'limga baribir qachondir kiramiz. Lekin baribir offlayn ta'limni to'laqonli yo'qib ketish ehtimoli juda kam deb o'ylayman. Bu mening shaxsiy fikrim. Chunki biz o'zbekmiz, insonmiz. Biz ustimizda qandaydir qorovul bo'lish kerak. Обязательно qil, davay, bos. Kerak bo'lsa urib tepkilab turish kerak. Misol uchun sport sohasida ham. Onlayn chiqib olib, boks harakatlarini qilib yoki tosh harakatlarini qilib chiqqaningiz bilan baribir personalda bitta trener ustida turib, noto'g'ri qilyapsan deb qanaqadir jazo berib unga qilmasa yoki noto'g'ri qilsa qanaqadir jazo berib, to'g'ri qilsa unga qanaqadir ma'naviymi, moddiymi rag'batlantirib mana shu narsani amalga oshirishimiz meni shaxsiy fikrim bu. Biz o'zbeklarda menimcha bir qachondir o'tib ketishi mumkin. Endi bu haligi zoomerlar deydimi, nima deydi? Ularni davriga kelib o'tishi mumkin. Qanchadir yil bunga deylik, balkim 10 yildir, 20 yildir. O'tib ketishi mumkin. Lekin baribir buni nimasi qoladi deb o'ylayman. Chunki sun'iy narsalar chiqyapti. Lekin baribir mana Fahriddin hozir qo'lda tayyorlanadigan ayrim narsalar bor-da hozir ham va bular qimmat. Luxury bular. Nimaga? Qo'l mehnati. Qo'l mehnati bo'lganligi uchun bu noyoblashib ketyapti sekin astalik bilan. Bu nima bo'lib ketyapti? Xuddi shuni singari menimcha bizning sohamizda ham balkim offlayn qaysidir miqdorda qoladi. Chunki kimdir aytayapman, baribir ustida qanday instruktor bo'lishi kerak. Unga qaror bo'lish kerak. Ustidan xullas qil, bajar. Bo'lib ham ilm sohasida meni tushunishim bo'yicha bitta ustozimiz ham aytgan, Abdukarim aka Mirzayev. Majburlash kerak. Ya'ni inson o'zini majburlash kerak, kamiga iloji bo'lsa tepasiga qandaydir bir nima qo'yish kerak deb o'ylayman. Mana shunda bir o'sish katta bo'ladi. Chunki tadqiqot o'tkazamiz, misol uchun juda ko'p mana o'zimiz o'quv markazi sohasida tadqiqot o'tkazamiz. Nimaga bu ustoz tanlaysiz deymiz. Nimaga aynan bu ismi falonchi? Talabchanda deydi. Qattiq qo'l deydi. Buni o'quvchilar aytadimi, ota-onalar aytadimi? O'quvchilar aytadi. O'quvchi o'zi so'rab keladi. Nimaga bu? Men bu ham yaxshi. Yo'q, bu yaxshi talabchan, bu qattiq qo'l. Men shuni o'qishim kerak deydi. Yoki ba'zi ota-onalar bor, shu farzandimni o'qitmoqchiman, faqat iltimos. Bir yaxshi talabchan, qattiq qo'lliga bering deydi. Endi misol uchun deylik 50%, o'rtacha 40% shunaqa mijozlar bor-da. Bu yerda bir menda nozira savol paydo bo'ldi, Ochilbek aka. Endi bu savol aslida sizga g'alatiroq ham tuyulishi mumkin, lekin menimcha faqat menga emas, hammaga qiziq, ayniqsa ota-onalarga. Nega bola maktabda shu kerakli fan menimcha o'rgatiladi, hamma fandan ham. Hozir hamma maktabda menimcha ingliz tilida va tilga bo'lgan e'tibor katta. Nega maktab darsliklarida, maktab rejasida bu narsani o'rgana olmayapti-da? O'quv markazlariga kelib bola nimadir o'rgana olyapti. Sabab nimada? Shu aytgan qanaqadir qattiq tizim tufaylimi? Unaqa desangiz maktabdan tizimlar katta. Mana endi bir noziroq masala. Agar iloji bo'lsa javob bermasam yaxshi. Lekin o'zim maktabda ishlaganman, 5 yil ixtisoslashtirilgan maktab internatida direktor bo'lib ishlaganman. To'g'ri, chunki maktab darsliklari IELTS yoki TOEFL olish uchun mo'ljallanmagan. Yoki biologiya yoki kimyoning milliy sertifikatiga tayyorlash uchun mo'ljallangan. Unda qanaqadir biologiya, kimyoga oid bazalar shakllantirish, tilga oid bazalar shakllantirishga moslashgan deb o'ylayman. Chunki umumiy o'rta ta'lim nomi bilan o'rta ta'lim deb qilinyapti. Ya'ni darsliklar ham shunga mas'ul. Ya'ni professional ilm berilmaydi va bu shart emas deb o'ylayman. Chunki u siz aytayotgan maxsus ilmga keyinchalik voyaga yetgandan keyin maktabdan keyin nima deydi? Uni o'zlashtirish kerak deb o'ylayman. Lekin misol uchun umumiy o'rta ta'lim nomi bilan o'rta ta'lim bo'lgandan keyin u yerda misol uchun asosiy baza, fan va shunga oid nimalar, ilmiy atamalar yoki bilimlar bular o'zlashtiriladi. Lekin aynan IELTSda yoki TOEFLda yoki milliy sertifikatda yoki qaysidir xorijiy davlatga institut intervyulardan, suhbatdan o'tkazish, qanaqadir moliyaviy savodxonlik. Bular menimcha maktabdan keyingi davrda o'zlashtiriladigan ilmlar deb tushunaman, deb o'ylayman. Shuning uchun ham maktablarda menimcha
hozir natija xususiy kabi emas. Xususiy kabi emas. Xususiy maktablarda ham deyarli nimasiga qarab, misol uchun natijalar endi davlat ta'lim standarti bo'yicha misol uchun ularni qanaqadir rejalari, dasturlari xususiy maktablarda qanchadir meni fikrimcha bu o'zgartirish kiritish orqali misol uchun natijalar qilishi mumkin. Demak, o'zingizdan oldin shu sohada ishlagansiz. Ha, o'zim ishlaganman. O'rta ta'lim tizimida bo'lgansiz. Nimaga aynan o'quv markaz ochgansiz? Nima qaror bo'lgan yoki nimadir qanaqadir voqea ta'sir qilgan aynan o'quv markazi ochib olishingizga? Birinchidan tajriba orttirganman. U yerdagi nomi ishlaganimda ham nomiga ishlamaganman. Juda ham mashhur bo'lgan, ya'ni Andijonda top 4talik 5talikka kirgan maktab. O'rtacha 3 yil 100% natija qilgan. Oliy ta'limga 3 yil o'rtacha. Uni nomini 78, 89 qilib turib, keyin 3 yil podriyad 100% natija qilgan. Chiqib ketishdan sabab u yerda ming kuchli bo'lgan taqdirimda, ming haligi resursimni kuchaytirgan taqdirimda ham o'sha 300 ta, o'sha 300 ta da bola. Lekin minglab talabalar bunaqa bo'lishini xohlayotgan minglab o'quvchilar borda. Ularga ham ilm kerak-da. U yerdan men chiqmaydigan bo'lsam, u minglabni qamrab ola olmayman-da. Mana cheklangan bo'ladi. Sabab bo'lganman. Endi qaysidir ma'noda stiklanniy patolog deb qo'yadi. Shu ko'p shunaqa holat bo'lgan. Uni chiqib keyin xususiy o'quv markaz ochish rejasi paydo bo'lgan va shu hozirgi kunda bolalarga ya'ni keng qamrovli, misol uchun qaysidir chegaralangan bolani emas, deylik, chegaralanmagan miqdorda misol uchun bolalarga ilm berib, mana shu Andijonni aholisini, Andijonda misol uchun farzandlarini kelajakda yaxshi ilmli, ziyoli qilib yetishtirib chiqsak, maqsad shu bo'lgan. Ertaga ularning farzandlari ham ziyoli bo'ladi. Albatta ziyoli odamning farzandi ham ziyoli bo'ladi deb tushunganman. Shuning uchun bu sohani tanlagansiz. Endi ta'limdan butunlay boshqa sohaga o'tmaganman, shu ta'limga o'tganman. Zo'r. Ochilbek bitta narsani aytib o'tdingiz, gibrid o'qitish ta'limi deb, ya'ni ham offlayn ham bor, ham onlayn ham bor. Sira emas, respublikadagi ancha o'zini o'rnini topgan o'quv markazlar, ya'ni aytaylik, poytaxt misolida olsak, baribir hamma narsa bilamiz. Yashiradigan joyi yo'q. Ko'p narsa baribir poytaxtda birinchi rivojlanadi, talab katta bu yerda, odam katta. Va ko'ryapmiz, poytaxtda konkurensiya ko'pligidan, dolleringa aniq bo'lim bo'lgandan keyin ular viloyatlarga yurishni boshladi. Va shahrimizga ham menimcha bir ikkita ancha taniqli o'quv markazlari keldi. Nima demoqchiligini juda hype bo'lib ketyapti mana borgan sari. Menimcha ular hozir siz tumanda qanaqadir dollaringizni belgilab olgandirsiz. Lekin o'sha shaharda boshqa o'yinchi paydo bo'lgandan keyin boshqalar tumanga yurishga harakat qiladi, iloji yo'q. Bu tabiat qonuni deydimi? Bunga tayyormisiz? Sizga bu imkoniyatmi, xavfmi? Nima chora tadbirlar ko'rmoqchisiz bu bo'yicha? Bularni kelishi imkoniyat bo'ladi menga deb shunaqa deb o'ylayman. Chunki atrofingizda kuchlilar bo'lsa, raqobat ana shunda yana ham energiya paydo bo'ladi sizda. Tasavvur qiling, siz o'zingiz kuchlisiz, atrofingizda bari kuchsizlar. O'sish uchun harakatingiz bo'lmaydi-yu. Shuning uchun men imkoniyat deb o'ylayman. Sizga chegirlanish qanaqa bo'ladi? Kelsin, maza qilaylik. O'lib ham maza qilamiz. Agar o'lsak, o'lmaylik-ku endi mabodo. Endi bu haligi hazil nima bo'lsin. Lekin imkoniyat deb o'ylayman. Shaxsan men imkoniyat deb o'ylayman. Kelish kerak. Chunki biz o'tirib qolgan bo'lishimiz mumkin. Qayerdadir misol uchun fikran, aqlan, hamma tomonlama to'xtab qolgan bo'lishimiz mumkin-da. Ular shunday harakatga keltirib yuboradigan kuchlar. Bular kelish kerak deb o'ylayman. Ana kelganda ham bir katta bir to'fon bilan kelish kerakki, ana shu to'fon ichida kurashollaylar, tura oladiganlar qolsin. Haligi tura olmaydiganlar o'zi haligi yana qo'yam bo'lib qoladi, haligi nima deydi? Elaklanib, saralanib ham qoladi deb o'ylayman. Bu birinchi misol, imkoniyat sifatida bu birinchisi. Ikkinchisi, baribir ular kelgan taqdirda ham shaxsan meni yoki boshqa bir o'quv markaz hammani o'zini nishasi bor, o'zini pozitsiyasi bor. O'zini segmenti bor. O'zini qanaqadir kuchli tarafi bilan kiradi. Misol uchun bitta
shu kuchligi keldi desa, misol uchun u balkim luxury premium segmentda faoliyat olib boradi. Bu degani menga raqobat emas bu degani. Misol tariqasida men balkim premiumga xizmat ko'rsatmasman. Qaysidir ma'noda. Umuman nishalanganlar, tor doirada nishalanganlar menimcha bu haligi katta ta'sir ko'rsatmasa kerak deb o'ylayman. Unique Akademiyada 3 ta ustuni qaysi asosiy ustuni? 3 ta misol keltirib bering. Ya'ni unique qilib turgan narsa shu. Birinchisi natijalarda foizi balandligi, ya'ni foizda balandligi. Ikkinchisi servis. Servis Kimga nisbatan servis? Mijozlarga nisbatan. Ya'ni xizmat ko'rsatish servis yaxshi qilingan anonga nisbatan. O'zini shu hozirgi o'rta past segmentga nisbatan ko'rsatilgan servis kuchli. Qiymat ko'proq. Men misol uchun mendan kuchli yoki mendan kuchsizi bor demoqchi emasman. Kuchli servisga ega bo'lgan juda ko'p kompaniyalar bor deb o'ylayman. Lekin siz ham servisingizga ishonasiz. Men ham servisimga ishonaman. Va o'zimni hududimda, o'zimni auramda haqiqatan o'zimni kuchli deb o'ylayman shu sohada. O'zim auram. Balkim kimdir kelib mendan kuchli kelsa, demak ishlash kerak. Men boshqa sohada kuchli bo'lishim kerak. Bu ishlashim kerak, o'zim ustida ishlashim kerak bo'ladi. O'shuning uchun servis bu o'sha o'quvchilarga ko'rsatilgan xizmat ko'rsatish, umuman o'quvchini yo'l xaritasi, ya'ni kirishidan tortib to bitirib sertifikat olib chiqib ketguncha bo'lgan davrda har bitta yo'nalishda feedback tizimi borligi, har bitta yo'nalishda alohida bo'lim ishlashi, ularda har qanaqangi muammosiga yechimda har bitta holatda har xil odam turishi va ustozlarda ya'ni individual feedback berishlari, ularda o'sha natijagacha bo'lgan davrdagi olib boriladigan bari ichki tizim, hammasi rag'batlantirish tizimi, coinlar tizimi, misol bu endi 2005-yilda amalga oshirildi. Endi buni men yangilik sifatida, innovatsiya sifatida menda bor degan maqsadda emasman, lekin doimiy ishlatib kelayotgan narsa. Doimiy ishlatib kelayotgan narsa. Bu ham bir qaysidir ma'noda servis. Ya'ni O'zbekistonning bir chekkasida joylashgan joyda mana shu servis bo'lishi bu meni fikrimcha shaxsan bu faxrlanadigan narsa deb o'ylayman, o'zim fikrimcha. To'g'ri, Toshkentda kuchlilari bor deysiz, haqiqatan bor. Tan olaman, bor. Va doimiy bo'lib keladi va bundan keyin ham bo'ladi. Hech qachon haligi nima deydi, doim bittasi zo'r bo'lib turmaydi. Deylik chetdan kelishi mumkin investitsiyalar, boshqa bo'lsa. Va keyingisi ustozlarga juda katta urg'u beraman. Kadr masalasi. Iloji boricha maksimal darajada kadroviy nimaga juda katta e'tibor qarataman. Uni shu kompaniyaga kirishgacha bo'lgan davrda avval oson edi. Avval siz bilan gaplashardik, yo'qsa hamma kirib bo'ldi. Xohlasa bugana qilamiz, ertaga ishni boshlaymiz degan holatlar bo'lardi. Mana hozir juda uzoq ishlaymiz, uzoq etaplari bor. Chunki juda ham bir og'zimiz bu sohada kuygan. Shu hisobiga o'qituvchilarning asosan pedagogik mahorati bo'lishi shart. Juda ham muhim. Va iloji bo'lsa, sertifikati bo'lsa, yana ham yaxshi bo'ladi, lekin asosiy pedagogik mahoratga qarab. Chunki yetkazib berish muhim deb o'ylayman. O'zini bilimi zo'r bo'lib yetkazib berish yaxshi bo'lmasa ham bu menimcha nima qilmaydi deb o'ylayman. O'quvchilar qiziqmaydi. Haligi ba'zan haligi maktab o'quvchilari tajribasi yo'q. Qandaydir talabalar, misol uchun ishlaydigan joylarda eshitganmiz. Aynan ko'rgan bo'lmasak ham eshitganmiz. Har xil mijozlardan, boshqa yerlardan nima sababdan deb kasting o'tkazganimizda u yerda tanlamadingiz va aynamizni tanladingiz degan joyda ana shu misol uchun o'shalar mijozlar tomonidan shunaqa e'tirozlarni eshitgan. Bizga dars o'tadigan odam maktab o'quvchisi ekan. Bizga dars o'tadigan odam o'zi bir talaba ekan. Yo'q, talaba bo'lsa yomon joyi yo'q. Eng kam 2-3 yillik pedagogik staji bo'lsa, u yomon emas bu narsa. Qaysidir ma'noda bolalar bilan ham gaplasha oladigan tilni ham topa oladi. Shu kasting o'tkazganimizda shunaqa e'tirozlar kelib chiqqan. Shu kadroviy masalasi yoki o'qituvchi to'satdan o'zini o'zi kelmaydi. O'quvchi darsi keladi, bugun ustozimiz kelmaydi ekan, bo'ldi, ketdi deydi. U mijoz qaydandir keladi. 1,5 soat hozir ilm olib kelaman deydi. Va bu narsa bo'lmasa bu ertaga zarar bo'ladi.
shunaqa e'tirozlarni juda ko'p eshitamiz-da. Shunaqa e'tirozlarki, ha, demak shu narsalar juda ham bir yomon effekt beradi degan maqsadda kadrovitizmga juda qattiq e'tibor berganman. Shuning uchun ham bir asosiy ustunlari shular deb hisoblayman. Endi tizimlashganligimizni u birinchi o'rinda. birinchi o'rinda uni ustun sifatida qabul qilmayman, chunki bu albatta bo'lish shart bo'lgan narsa u. Hammada bo'lish shart bo'lgan. Ochilbek aka yangi o'quv markazi ochmoqchi bo'lgan tadbirkorga deylik yoki yosh yigitchaga deylik, nima tavsiya qilasiz albatta qilish kerakligini, nima tavsiya qilmaysiz albatta qilmas kerakligini? Ustozsiz bu yo'lga kirmasligini tavsiya qilaman. Va bu sohani nimaligini, bu sohada ilm olmasdan turib bu yo'lga kirishni tavsiya qilmayman. Bu birinchi. Tavsiya qiladiganim shu o'quv markazi ochmoqchi, o'quv markazi sohasida biznes qilmoqchi. Menimcha birinchi o'quv markazida ishlagani yaxshi deb o'ylayman. Любой misol uchun. Oddiy stajyor, mutaxassis deydi. Menejer, sotuvda ishlaydi, marketingda ishlaydi. Borgan ustoz bo'lib ishlaydi. Ko'rsin hayot. 3 yil, 4 yil, 5 yil, 6 yil ko'rsin. Bu yerda tajriba orttirsin, ilm orttirsin. Kerak bo'lsa ustoz birinchi o'rinda tanlash kerak. Ana ustoz etagin, "Davay, o'rgat." U hech qachon ustoz una demaydi, men senga biznes qilishni o'rgataman, o'quv markazi ochishni o'rgataman. Bu chotki qilaman demaydi hech qachon. Va bu narsa hayotda bo'lmasa ham kerak deb o'ylayman. Shogird ustozga borish kerak. Hayda boradimi? Yo'q, vaqtim yo'q deyishi mumkin. Davay surbetdan deyishi mumkin. Har xil munosabat qilishi mumkin. Lekin astoydil xohlasa, ana shu nima deydi, ustoz bilan ishlab, ana shu ustozni mahkam ushlab, agar haqiqatdan muvaffaqiyatga erishgan ustoz bo'lsa, har kimdan emas, misol uchun haqiqatdan misol uchun bir natija ko'rsatgan, haqiqatda bir nimanidir do'ndirib qo'ygan nimalar bo'lsa, men shuni ustoz sifatida deb tushunyapman men hozir. Shunaqa qilib, men tavsiyam shu. Avval baribir sohada ishlash kerak deb o'ylayman. Ishlamasdan turib qiyin deb o'ylayman. Keyin bu sohada qobiliyatmi bormi yo'qmi, buni analiz qilish kerak, SWOT qilib ko'rish kerak o'zini. SWOT qilib, ana undan keyin bir harakatni boshlash kerak. Chunki bu sohada qobiliyat yo'q bo'lsa, undan yaxshi repetitor chiqsa, u biznes qilib bekardan vaqt ketib, resursini yutkazib, yo'qotib, tega stress bo'lib, boshqa muammolar olgandan ko'ra, misol uchun yaxshi bir zo'r o'zini sohasini zo'riman mutaxassis bo'lgan yaxshi. Mutaxassis bo'lsin, butun dunyo talashsin. Butun kompaniyalar hunting qilishga harakat qilsin shuni. Davay. To'g'ri. Deganda bizda qadriyat mana bunaqa deb. To'g'ri. Ochilbek aka, mana sizda ham baribir odammiz, insonmiz, doim xato qilamiz. Iloji yo'q. Mana shu o'quv markazi boshlaganingizdan beri tadbirkor sifatida eng qilgan katta xatoingiz nima va uni pulga tushgan? Shu 5 yil ichida. Eng katta bitta xatoim, bittami, ikkitami? Ikkita bo'lsa, ikkita. Hop. Bitta xatoim o'sha kadrlarda qadriyati tushmagan kadrlarni ishga olishim oqibati juda katta zararga yo'l qo'ygan. Ya'ni barsiz qadriyatingiz bor-da, kompaniyani qadriyati bor, biznes egasining ham qadriyati bor. U kompaniya qadriyatiga tushmasa, u ming zo'r mutaxassis, wow, professional bo'lsin, ertaga u baribir qaysidir ma'noda zarar. Shuni orqasidan, misol uchun, HRdagi qaysidir instrumentlar to'g'ri qo'llamasligimiz, shu to'g'ri kadrlarni to'g'ri joyiga qo'ymaganligimiz va o'sha qadriyatimizga mos kelmaydigan kuchli, bilimli, tajribali kadrlar olish hisobimizga yaxshi zararlar ko'rganlarimiz bor. Bitta zararim shu. Shunaqa narsa bo'lgan. Даже 1 yilda ikkita bo'lgan. Yo'q, sizga qimmatga tushgan. Bu juda ham katta qimmatga tushgan. Zo'r. Demak, xulosa qilsak bo'ladi, Ochilbek aka, hali ham o'quv markaz sohasida, bilim sohasida imkoniyatlar katta, cheksiz. Juda katta imtiyoz bor bu. Misol uchun, inson bu darajaga yetishda avvalambor Alloh bo'lsa, ikkinchi bu haligi davlat baribir qaysidir miqdorda imtiyoz yaratmasa, sharoit qilib bermasa, uni qadar qilish marketing deymizmi, o'quvmi, tizim deganimiz bilan bu yo'q narsa-da bu. Shuning uchun hozir aytayapman, aynan O'zbekistonimizda
nimani qilsa, shuni xato qilmasdan qilib tursa bo'ldi. Ani bilimni sekin yo'l-yo'laga o'zlashtirib ketadi. Ya'ni umuman hamma sohada o'quv markazi, bosh sohada. O'quv markazi ham xuddi shuni singari menimcha hali bir uzoq yillar yashaydigan soha. Meni fikrimcha hammaga doim bilim kerak. Har doim bilim kerak. Deylik, qaysidir ma'noda produktni o'rni almashishi mumkin. Qaysidir innovatsiya boshqa produktlar vositasini upgrade qilishi mumkin. Lekin ilm berish menimcha bu hali uzoq yillar davom etadi. Offline ham, onlayn ham qaysidir ma'noda integratsiya sifatida, gibrid sifatida menimcha hali uzoq yillar ketadi. To'g'ri. Ochirbek aka, suhbatimiz uchun vaqt ajratganingiz uchun sizga rahmat katta. Suhbatimiz qiziq bo'ldi deb o'ylayman. Yana ham bitta ish qilsak, agar xo'p desangiz, keling o'quvchilaringiz orasida YouTube'ga qo'yamiz bu videoni. Qo'yganimizda eng zo'r o'quv markazini rivojlantirish bo'yicha taklif bergan o'quvchingizga bitta sovg'a bersak. Nima deysiz shunga? Bo'laveradi. Sovg'ani nimaligini biz alohida e'lon qilib qo'yamiz. Bo'ldi. Muammo yo'q bu masalada. Bu narsani o'zingiz hal qilib berasiz. Ya'ni bu haqiqatda o'quv markazi uchun foydali narsa deb topgan narsangizga, ya'ni o'quvchilarning ichidan bo'lsa agar u odam o'sha sovg'ani taklif qilamiz. Bo'laveradi. Avvalambor sizlarga ham rahmat kattaga. Bu haligi intervyu berib, haligi nima deydi? Insonlarga qaysidir ma'noda deylik ilm berib, agar ularda misol uchun qaysidir ma'noda ilm sohasida foydaga erishgan bo'lsam, bu xursandman. Lekin o'zim haligi nima deydi? Bir joylarda intervyu berib, odamlarga aql o'rgatadigan darajaga hali yetdim deb o'ylayman. Chunki hali o'rganadigan narsalarimiz ko'p, biladigan narsalarimiz ko'p, xatolarimiz ko'p. Endi buni buyog'i nasib bo'lsa, yillar davomida sekin-asta harakat qilamiz. Katta rahmat sizlarga. Sizlarga ham rahmat, Ochirbek aka. Ayniqsa o'zimizning maktab davrimizni esga tushdi shu xonada o'tirib. Ha, bu o'zimiz partalar, maktabda o'qib o'rgangan partalar, shuncha neobычныйroq bo'lsin degan maqsadda shu yerda. Rahmat Ochirbek aka, salomat bo'ling. Sizga rozi bo'ling. Ko'rishamiz. Rahmat.